Yo, hammaga assalomu alaykum deganlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam olib yuribsizlarmi? Roblox bugun sizlar bilan qancha mishka bossang, shuncha ko'p tezlayveradiganini o'ynab ko'ramiz. Ungacha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki shu yil oxirigacha biza 100 ta bo'lishimiz kerak. Agar videomiz 50 ta like yig'sa, men buni ikkinchi qismini olaman. Hozir esa zonadan o'tib olamiz. Ikkinchi zonadan bu o'yin juda ham mashhur bo'lib ketdi. Hozir admin EXP 2x bo'lyapti. Shuning uchun menga 2x beryapti. Buni o'yinni men yaqinda boshladim va albatta kuchayib ketaman. Bu o'yinning ikkinchi qismida ko'rasiz. Hali millionlargacha, milliardlargacha chiqishimiz mumkin do'stlar. Xullas, meni Robloxdagi skinim shunaqa. O'zlaringiz ko'rdingizlar video boshida. Shunaqa ritsar edim. Albatta kanalga iltimos obuna bo'lib qo'ying. Yil oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Hali eng zo'r Roblox videolar shunda do'stlar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir esa biz stage 2, stage 3 lardan o'tishimiz kerak. Biz maksimalniy stage nechigacha bora olamiz? Buni video davomida ko'rib olasizlar deganlar. Bungacha videoni tomosha qilinglar, prosta yaxshi maza qilib tomosha qilinglar. Mana bu yerda telefon bilan o'ynasa, boya ko'rganlaringizda telefon bilan o'ynasa, umuman muvozanat ketib qoladi. Shuning uchun mana bunaqa yaqinlashtirib o'ynashga harakat qilyapman. Endi mana shu ham qiynab yurar ekan odamni do'stlar. Mana shu ham sakrab tushib ketaveradi odam bor-ku, ko'rasizlarmi? Mana shu qiynab yurar ekan. Tak, birinchidan o'tdik stagedan, ikkinchisini o'tamiz. 3 wins, lekin meni 955 winsim bor. Hozir endi shu videoda qancha kubik olar ekanmiz ko'ramiz. Oxirigacha ko'ringlar. Hozir kommentariyada yozib qo'yinglar, taxminlaringni qancha kubik ola olamiz. Hozir yozinglar. Videoni oxirigacha ko'rib olib yozmanglar lekin, xo'pmi? Olg'a, mana shu tsunami orqasidan hozir endi o'tib olamiz. Mana shu devorlar menga bir kinoni eslatdi. Sizga ham qaysidir kinoni eslatgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Iltimos do'stlar, bu 25 ta mayli, 50 ta emas, 25 ta like bo'lgandan keyin bu videoni ikkinchi qismini olamiz do'stlar. Hozir 300 winsni oldik va bizda 1.25 k bo'ldi. Ya'ni 25 250 ta kubik kam 1500 kubikimiz bo'ldi. Hozir ozroq tezligimizni kuchaytirib boramiz, chunki reverse qildik. Endi juda ham tez level ko'tarilib ketadi, ko'rishlaring mumkin. Albatta biz sovg'alarni olganmiz 15,000 ta. Menimcha yetadi, ketdik. Endi stage 1dan hatto sakramasdan ham o'tib ketsa bo'ladi. Bu birinchi o'ynaganlar uchun bu Ballerina Cappuccino juda ham bir qiyindek tuyuladi. Hozir Roblox ban bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. Juda qiyindek tuyuladi birinchi kirganlaringda, lekin ikkinchi, uchinchilarda umuman oson bo'lib qoladi. Hatto harakat ham qilmaydi. Ko'rishlaring mumkin. Xuddi bir harakat qilmayotgandek turaveradi. Mana shu koptokchalar ham juda jonimga tegdi. Birinchisi koptokcha, ikkinchisi parkur. Bu emas, unisi parkur, shokoladli parkur juda jonimga tegdi. Mana shu koptok juda ham yomon ko'raman shu task topshiriqda. Ikkinchi mana shuni ham juda yomon ko'raman. Mana shunda ham video davomida tushib ketishim mumkin ko'p bala. Endi albatta video sizlarga yoqyapti degan umiddaman. Men yangi boshlayapman YouTube'da. Bu mening birinchi videoim bo'ladi. YouTube kanaliga o'tib iltimos bitta podpishka qilib yuboringlar. O'zbek deb podpishka qiladi jigarlarda, bitta obuna bilan bitta like bosib qo'yinglar jigarlar. Kommentariyada niklaringni yozib qo'ysanglar, druzyaga qabul qilaman. Maza qilib hammamiz video olishimiz mumkin. Keyingi videolarda ham sizlarni chaqirishim mumkin do'stlar.
Hozir esa bizda 1.41k kubigimiz bor. Albatta buni 10 mingtaga yetkazishga harakat qilamiz va keyingi videolarda ham bo'ladi. Bu video bilan hali to'xtab qolmaymiz. Juda ham qiziqarli videolar chiqaramiz, faqat obunachilar bilan birga. Mana asabimga o'ynayapti bu. Obunachilar bilan birga video chiqaramiz do'stlar. Xullas, obunani bosib qo'yinglar jigarlar. Sizlar bilan ham birgalikda video olamiz. Kommentariyada niklaringni yozib, yaxshi ko'rgan o'yinlaringni yozib qoldirsanglar, men druziyaga qo'shaman. Agar men bilan bir vaqtga kirib qolsanglar, sizlar bilan video ham olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. 99 kun o'rmonda kartasini ham 5 kishi bilan video olib o'ynaymiz do'stlar. Ovozli chatlaring hammaniki yoqib bo'lsa, gaplashib maza qilib videoga tushasizlar. Men bir o'zim unchalik video olmayman. Ko'proq do'stlarim bilan olishni yoqtiraman. Bir ikkita yolg'iz videolar bo'ladi. Ikkinchilarda juda ham hazilkash, juda ham xushchaqchaq do'stlarim bilan video olaman do'stlar. Ikkinchi video nima haqida bo'lsin do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar o'z fikrlaringni. Xo'sh, endi o'yinga qaytamiz. O'yin juda ham mashhur o'yin. Stage 2dan o'tib ketamiz. Juda ham mashhur o'yin. Buni aniq Roblox o'ynaydigan odamlar 100% biladi bu o'yinni. Bu o'yinning nomi hozir esimda yo'q, lekin nechta odam kirgani esimda. Zo'r o'tib ketdi-ku. Voy, sal qoldi. Nechta odam kirgani esimda. 400 mingta odam onlayn do'stlar, 400 mingta. Bu yerda ko'p juda admin abuse bo'ladi shekilli. 4 mingta odam. Keyingi videoda bitta g'oya o'ylab ko'rdim. Hamma menimcha CSGO'ni tushunsa kerak. CSGO'da open case'lar bo'ladi. Robloxda ham open case bor. CSGO'ga o'xshagan open case qiladigan o'yinlar bor. Men uni gapim chala qoldi-yu. Lekin mayli, 300 tani olsak bo'lardi-da, 2000 ta bo'lardi-da. Bekor olmadik do'stlar. Mayli, yaxshilikka. Xullas, o'shanaqa open case'lar qilishimiz mumkin bo'ladi. Bunga ham maza qilib open case qilamiz sizlar bilan do'stlar keyingi videolarda. 50 tagina obunachi yig'sa bizlar do'stlar, 50 ta obunachi yig'sa stream qilaman 50 ta obunachiga. Agar 1000 ta bo'lganimizdan keyin bilmadim 1000 ta bo'la olamizmi yo'qmi, lekin 1000 ta bo'lamiz do'stlar. Albatta sizlar podpish qilsanglar 1000 ta bo'lamiz. Avval videoyimizni prosmotrini 1000 ta qilib olishimiz kerak. Menimcha bu videoni 100 kishi ko'rsa kerak menimcha do'stlar. 100 kishi ko'rar menimcha. Yana ham bilmadim. 100 kishi yoki undan ham past 50 kishi ko'rishi mumkin. Jigarlar, shu videoni ko'rasizlar, bitta like ayamanglar do'stlar. Ketsa bir boru 2 megabayt ham ketmaydi-da do'stlar. 2 megabayt 300 ta olamiz. Iltimos jigarlar, 2k bo'ldi bizni kubigimiz, yana 500 qo'shsak 2500 bo'ladi. Yana bizga 100 tezlik qo'shib beradi. Mana shu jonimga tegdi, asabimni chiqaradi-da bu. Obuna bo'linglar do'stlar. Bu videoni albatta ikkinchi qismi ham bo'ladi jigarlar. Ungacha sizlar obuna va like tugmachasini bosib qo'ying. Shuncha mehnatimni qadrlang. Buni montaj qilishni ham o'zi bo'lmaydi. Xullas do'stlar, xayr. Salomat bo'ling.